Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli ziyolilar, hurmatli jonkuyar, bee'tibor bo'lmagan insonlar. Hurmatli shaxsan Samarqand viloyati hokimi. O'rtoqlar, mana shu videoni diqqat bilan eshitinglar, imkon bo'lsa like bosib tarqatinglar, kerakli odamlarga, shaxsan Samarqand viloyati hokimiga yetib borsin. Men bir shu yurtni jonkuyari sifatida, befarq bo'lmagan insoni sifatida o'zimni 2-3 og'iz fikrimni, maslahatimni berishga qaror qildim. Hurmatli Samarqand viloyati hokimi, internetda sizni bir yig'ilishingizni ko'rib qoldim. O'zi aslida sizni qilayotgan ishlaringizni kuzatib boryapman. Hurmat paydo bo'lyapti. Atrofingizga to'plagan odamlaringiz ancha-muncha halol odamlarni to'playotganingizni ko'rib xursand bo'lyapmiz. Bekilib qolgan tunnelni ochdingiz, xursand bo'lyapmiz. Ancha-muncha ishlar qilyapsiz. Lekin bugungi chiqishingiz narsa meni juda ham qattiq boshimni ortib. Ma'rif xodimlarini, ziyolilarni olib kelib to'plab har bitta ko'chaga mutasaddi qilishga, har bitta ko'chaga mas'ul qilishga topshiriq beradigan majlis o'tkazibsiz. Iltimos, shoshmasdan qarorlar qabul qiling. Bugungi qilgan qarorim kechagi qarorimni obro'yimni ketkazib qo'ymaydimi deb o'ylang. Siz Samarqandda o'tiribsiz. U yerda o'tirgan odam bosh vazir bo'lgan. U yerda o'tirgan odam prezident bo'ldilar. U yerda Mirzo Ulug'bek o'tirgan, Bobur o'tirgan, Amir Temur o'tirgan. Siz o'shani kreslosida o'tiribsiz. Timur Nasliddin Mirzo Ulug'bek ki olam ko'rmadi sulton anindek degan Alisher Navoiy. Ma'rifatparvarlarni, olimlarni, shoir yozuvchilarni, san'atkorlarni Samarqand to'plagan. Iltimos, siz shu kommunalishlikni ularga topshirmang. Ular auditoriyasidan chiqmasdan bolalarni tarbiyalab bersin. Prezidentimiz mana shu prezidentlikka o'tirganlarga 15-20 kun bo'lganda 16-yil 30-dekabr atrofida akademiklarni to'plab nima qilamiz dedilar. O'sha tendensiyani davom ettiring. Iltimos, yengillik qilaman deb qo'nchirmang. Prezident bo'lganlardan keyin Shavkat Miromonovich yarim yil, 1 yil o'tib bosh vazirimiz Abdulla Aripov oliy ta'lim vazirini, xalq ta'limi vazirini, o'qituvchilarni rasvo qilding dedilar. Olib tashlavdilar. Prezident bo'lib turib qilishmagan amaliyotni, bosh vazir bo'lib turib qilishmagan amaliyotni siz qilmang iltimos. Sizni hududingizda kamaz bosib ketibdi o'qituvchini, kamlik qiladimi? Agar siz o'tirgan joyingizda har bitta mas'ullaringizni ishlatishni bilsangiz, bironta o'qituvchiga, bironta rektorga kuningiz qolmaydi. Prokurorga ayting, общий nadzor отдели bor. Svetdagilar o'zidan o'zi ishlab ketadi. 2 oy bo'ldi, bosh prokurorimizni Alloh rahmat qilsin, ayollari o'tib qoldilar. Shomga janoza deyishdi. Toshkentda, Chig'atoyda, qabristonda. Chig'atoyda, Shomda, qabristonda janoza bo'lar ekan deb peshinda ko'chada svetlarni to'g'irlab ketishdi. Asballarni yamab ketishdi. Prokuraturaga ayting, juda chiroyli hamma yoqni ishlatib qo'yadi. Atrofingizdagilarga ayting. Sizni atrofingizda yigitlar oydinda oyoq qilib tashlaydi unaqa ishlarni. Shu bolalarga bunday topshiriq berib nima qilyapsan deng, o'qituvchiga aytmang. O'qituvchi juda zo'r tarbiyalaydi. Siz men tushunishim bo'yicha 1 oy tugur, 1 hafta tugur, 1 soat ham dars bermagansiz. Men 50 yil, 60 yillik o'qituvchilar bolasiman. O'qituvchilik nimaligini bilaman. U ishni qilgan odam boshqa ish qila olmaydi. Lekin boshqa ish qilgan odam bu ishni qila olmaydi. Shuning uchun ziyolilarni atrofingizga to'plang, ularga bunaqa ishlab yurmang. O'xshamaydi. Bu tog'lardan qilich o'ynatib Temur, yulduzlarga qo'l cho'zib Ulug'bek, o'yga tolib Navoiy, g'ussaga to'lib Bobur faryod urib mashrab o'tgan. Biza dotlab o'tamiz bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi she'rni? Bora-bora yillar o'tgan sari g'ussaga to'lyapti, o'yga to'lyapti, faryod urib mashrab o'tyapti. Pasayib boryapti she'r, okay? O'shaning uchun bundan sal qarabroq nima bo'lyapti deng, tarixda qoladigan ishlar qiling. Tarixda qolishingiz uchun juda keng imkoniyat berilgan.
Atrofingizdagilarning nima bor? Svetda kim bor zo'ri? Olib kelib mamlak qilamiz. Suvda kim bor? Ekologiyada kim bor deng? Hokimiyat ko'chasini asfalini, hokimiyat ko'chasini trotvarini emas, boshqa ko'chalarni, aholini murojaatlarini eshitinglar, yetadi. Yetadi. Qolgan narsalar shart emas. Ularga, o'qituvchilarga, talabalarga gap borasida toza yurish, toza havoda yurish foyda deb qo'yibsiz. O'zi toza havoda yuribdi hammasi. Hech kim taksida, slujebkada yurayotgani yo'q aka. O'shaning uchun atrofga qarab, nima qilamiz, nima qo'yamiz deydigan ishlarni qilish kerak. Obodonlashtirishga yetsangiz, svetdagilarga yetsangiz, ekologiyadagilarga yetsangiz, mana bu asfaltchilarga yetsangiz, yo'lchilarga yetsangiz, so'z suvdilarga yetsangiz, hamma yoqda aka juda ko'p yo'nalishda xodimlaringiz bor, mutasaddilaringiz bor. Mas'ullaringiz 9 dan 6 gacha xotinini yetganini emas, davlatda oyligini oqlaydigan ish chiqsa, bironta muammo qolmaydi sizda aka. Siz Samarqandda o'tiribsiz. Samarqandga kecha butun dunyoning prezidentlarini bir oyda 2 martalab olib kelib qo'yishdi. Bunaqasi bo'lmagan. Shuning uchun shunaqa zo'r joyda turibsiz. Dunyoga O'zbekistonni, Toshkentni bilmasa ham Samarqandni obro'si yaxshi ketgan. O'sha obro'da turadigan ishlar qilinglar. Iltimos o'zingizlarga o'xshanglar.